Botining şeyler bugün 21 kunlik bo'ldi. 21 kunlik. Bu pomidorni, rachutini shu botiring ipchaga olinadigan vaqtgacha kelgancha tugash kerak edi. Lekin pomidor ozroq borda birontonni. Ozroq boyini kechga olibdi bu ipcha endi. Bugun unga ham emas, boshqa narsani ko'rsatmoqchi edim. 7 ta kurka bu. Kurkalar yegan bilan tuyg'izib bo'lmaydi. 1 kilo bug'doyni ko'rdim demaydi. 3 kilo bug'doy berish kerak. Keyin ana shunday qilib bug'doyni yoydimda bug'doyni bir sutga ibitib qo'ydim birinchi suvga. Yana shu temirni ichiga qo'yib tunukanchi tayin suvdan to'ldirib qo'ydim. Bugun 6-kun. 6 kunga ana shunday bo'lar ekan. Mana 6 kunga. Bu yaxshi ekan bu. Qo'chqorlarga ham beraversa bo'ladi-da buni. Yaxshi narsa ekan lekin. Bitta qoldirmay ekan.